Komilov. Mashich. O'ng qanotga Fayzullobek. To'pni to'xtatib oldi. Yuqoridan qaytaryapti. Jarima maydoni ichiga bosh bilan zarba va gol! Ali bizga hujumning yakuniy pallasi namoyish etilyapti. Ikki markaziy himoyachi taqib ostida gol urib ketyapti. Bo'ydor Ali. Assist Fayzullobek Jumanqo'ziyev hisobiga yoziladi. Hujum. Mashalda hujum. Pas, yana bir pas ko'tarib beryapti. Havodan yaxshi zarba yo'llandi, ustundan qaytdi va hisob ochilmoqda. Mashal jamoasi Humoyun Murtazoyev hamda Sardor Abov ham o'yinga tezda kirishib ketdi. Mana bunday bo'ldi hammasi. Humoyun Murtazoyev zarba berdi, ustundan qaytdi. Bu yog'iga himoyachilar unutib qo'yishdi. Sal avval aytgan edim. Shu markaziy himoyada boya Sardor Abdurayimov zarba yo'llayotganda himoyachilar o'rnini yo'qotib qo'ydi degandim. Hozir endi to'pni yo'qotib qo'yishdi. Yutqazishyapti. Alijonov markaz orqali Lukka o'ng qanotga Ryaskos Hojakbarga o'ziga Ryaskos pas Igor Sergeyev Suyunov to'p qaytarildi, gol! Paxtakor hisobni ochmoqda. Umar Adhamzoda uzr so'rayapti, chunki u Neftchida o'ynagan. Uzr so'rayapti. Paxtakordan boya aytganimdek muxlislar kelgan, shiddatli hujum. Hojakbarning mana bu pasi professorlarga xos pas. Ryaskos ham yomon uzatmadi, Igor Sergeyev tepdi, Suyunov qutqardi, ofsayd yo'q. Ubaydullayev emas, G'ofurov qolib ketdi markaziy himoyada. Mana yana bitta shu uzatma goldan-da chiroyli deyishimiz mumkin, chunki Umar Adhamzoda taxminan 1-2 metr masofada. O'yin davom ettirildi. To'p bilan Umar Adhamzodaning zarbasi, Ryaskosning va 2-0. Eldor Suyunov birinchi zarbani qaytargan edi. To'p Ryaskosga kelib tushdi va u zarba berganidan so'ng Neftchi himoyachisining oyog'iga tekkan holda
to'p darvoza to'riga kirib ketmoqda va taym oxirida Paxtakor ustunlikni oshirmoqda. Umar Atqab ham yo'q, ofsayd, chunki so'nggi himoyachi sifatida Sayfiyev bor edi orqada va mana Riyasko zarbasi kuchli chiqmadi. Mana bu yerda rikoshet bor edi-da, Suyunovning qo'liga kelayotgan to'p himoyachi oyog'iga tekkan holda yuziga tegib qaytdi. Ana shu narsa katta rol o'ynadi. Maydon markazida Paxtakor futbolchilari to'pni egallab olishdi va bu Lukka edi. Chap qanotda hech kim yopmadi. 5 Resan, Trivela bilan pas, Igor Sergeyev 3-0. 3-0 Paxtakor. Rezanning super uzatmasidan keyin Igor sezilib turibdi, Igor ancha formaga qaytib olgan. Mana shu vaziyat ham ko'rsatib turibdiki, avvalgidek gol his etish qoldi. Qandaydir bir rikoshetchalar, to'pning qaytib kelib tushishlari rol o'ynagandir, ammo mana qaniq 3 ta markaziylardan biri yoki 10 qanot Toshmirzayev ham pozitsiyada emas va ichkaridagi himoyachilar ham Igor Sergeyevni bo'sh ma'lum edi-yu Bashar Resan o'sha zonaga pas berishi, lekin mana qanada Toshmirzayev orqaga uzatma. Mana bu yerda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin, ammo sirpanib ketyapti. Ubaydullayev kutilmaganda. Mana Paxtakorning qarshi hujumi. Pas Igor Sergeyev orqaga uzatma, darvoza bo'sh. 4-0. Va yana uzr so'rayapti Umar Atqamzoda. 4-0. Ha, intriga endi hozir darajasi pasayishi mumkin. Mana tomosha qiling. Albatta hozir bu golni agar tahlil qiladigan bo'lsak, bu qaytgan to'p emas, darvoqe Igor Sergeyevning ongli ravishda bergan pas tegmadi to'pga. Ya'ni Igorning o'zi qabul qildi. Qarab turib pas berdi. Umar darvozabon chiqib ketganini ko'rib ustidan tashlab qo'yapti. Yana o'ng oyoqda o'zi chapaqay.
do'stlar, imkon qadar uni to'psiz ham qo'riqlashga, unga yaqinroq o'ynashga intilyapti. Ferrera, Abdullayev zarba, gol! Dinamo mana shu tarzda hisobni ochyapti. Ulug'bek Abdullayev raqib darvozasini ishg'ol etmoqda do'stlar. Chiroyli gol. Bu o'yinni bezaydigan gol bo'ldi. Ulug'bek Abdullayev niqonida gol o'tkazib yuboryapti. Dinamo bu uchrashuvda shunchaki kurashdi. Birinchi raqamda o'ynadi va buning uchun jamoa mana shu tarzda taqdirlanyapti. Pasni qarang. Ferrera pas berdi. Abdullayev to'g'rilab oldi to'pni va tepdi. Darvozabon kech qoldi. Ulug'bek Abdullayev baribir himoyachilarning xatosi, yaqinroq o'ynash kerak edi. Bo'sh hudud qoldirdi. Jarima maydonchasiga kiraverishdi. Yarim himoya butun Dinamo himoyada. Andijonlik futbolchilar guruhi hujumda. Yuqoridan to'p ko'tarildi. Barobar! Hisob tenglashdi do'stlar. Barobar! Uzoq davom etgan hujumlardan keyin Andijon muvozanat pallasi tenglashdi. Endi hisob barobar tabloda. Mana yuqoridan to'p boshirilyapti va Luka hozir qiyin vaziyatda. Hozir Sulqon futbolchisini Said-Azamat Mirsaidov to'psiz qoldirdi. Sariqlar yana to'pni egallab oldi. Sariq tulporlarning hujumi va gol! Darvozasi juda chiroyli gol urdi va Sulqon arini portladi. Mana shunday do'stlar, shuning oxirgi daqiqalarda Sulqon futbolchilari gol urishyapti. Abdurrahmonov golni qanday nishonlaganini ko'rdingiz. Hozir zarbani kim yo'lladi? Takror ko'rdimi? Kirill Kalistnichenkomidi. U penaltidan urolmay o'yindan urdimi? Hop. 25 metrlardan berilgan zarba juda ham xavfli edi. Va qoyil do'stlar, penaltidan gol ura olmasligi mumkin, lekin o'yindan gol urib jamoa g'alabasiga hissa qo'shaman degan futbolchi Kalistnichenko katta sahnaga chiqdi. Qoyil, lekin tezda o'ziga keldi. Mana bu quvonch. Qarang, juda bir irodali futbolchi ekan. Penaltidan foydalanib